Çolpanni keynimde qaldırıp qalbimden chiqarib etdim. Şu aman asmanımda 15 günlük dolunay chiqdi. Shundaq. Burun onun jamalini qatma-qat bulutlar to'sib olgan edi. Endi uning minglarcha, hatto 100 minglarcha yillardan beri ün-tinsiz izzitin saqlab parlab turgan tabassumini tomosha qilib o'tatdim. Men endi sening nuring ostidaman. Ey yaylaqlik to'xtovsiz zulmatga jan e'lon qilgan nurliq ay. Demakchimanki, bu nurani inqilob rahbarlari va inqilobchilar. Agar men ulardan bir nechisining, yuzining, hatto mingning ismini zikr qilib sanab chiqsammi, yanala nurg'unlari tilga ilinmay qolib uvol bo'ldi. Ularning soni bek ko'p. General Mahmud Muhiti, ulug' general Osman Batur, Sharifxon To'ra, Osman Ali ana av tüfliklərinin üstüdə bu qəhrəman cəmaət turardı. Bütün şəhər yezilərini diqqəti bilan kuzatib, elingan qararlarını xalq arasına yeyiş üçün tirişib atatdı. Jangovar Türkistan xalqını özləri görgən xorluqlarının hesabını soraş üçün fürsət tapsalar isyan qilishga chaqirib atatdı. 1932 yılının axırlarında şiddetli inqilab to'lqini başlandı. Hoca Niyaz Hacı Ürümçide Xitay tiklab qo'ygan raisning sarayida uchrashayli dedi. Biz General Mahmud Muhiti'nin səfirimizdə bizə Allah yar bo'lg'isi degan so'zlaridan yo'limizning uzun, səfirimizning mushaqqatli bo'lganligini, bu jarayonda qon to'kilish va dahshatli ilishlarni boshdan kechirganligimizni his qildik. Men qarindoshlar, ruslar taqib yurgan Marksizm falsafasi ba'zi yoshlarimizni ozdirib ketibdi, dedim. Hoca Niyaz Hacı kulib ketib, haqiqat quyosh porlagan chog'da bu hamoqatchi falsafalarning hammasi erib tugaydi, dedi. Aqbash cho'qqilarga bir qarab etgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Allohning irodasi odamlar o'zlari tuzib olgan har qanday falsafadan ustundir. Ular o'zlarining atizmcha falsafalarini abadiy nusratga erishidi deb qarashidi. Amaliyotda u narsalar xuddi birdamlik chaqmoqqa o'xshash umri nihoyatda qisqa. Tarixning har davrida ba'zi mutakabbirlar Allohning kitobiga jang e'lon qilib boqadi va natijaga erishdik deb o'ylab qoladi. Amaliyotda zafardan to'limi yiroqda. Alloh taolo kitobida Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz deydi. Allohning yordami bilan yo'lga chiqinglar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Turkiston xalqi ajoyib xalq. Taslim bo'lib, hasrat va iztirob ichida tamarqab, nurg'unlari g'aflat uyqusiga uxlayotgandek, ümidsizlik patqoqlariga petib qolgandek ko'ringan bu xalq bizni ko'rganda tantana qilishib, ko'zlarida shodlik nurlari parlab, vahimalarni bir yoqqa cho'rib tashlab, top-top bo'lib bizga qo'shilishga boshladi. Azbiroyi, Xitoylar qani? Ular qo'rqib ketishyotdi. Iymon aytib biz bilan birga jang qilganlarmi oz emas edi. Xitoy kafirlarining penjasi ostida qolgan qizlarmi erkinlikka erishdi va bizga qatlib jangga otlandi. Shaharlarning birida xilbaslik bir Xitoyni Kashgarlik Rizvangul ismli bir ayol tutib olib, daraxtga bog'lab qo'ygan ekan. Xaloyiq atrofiga to'planib turibdi. U Xitoy soqchi bo'lib, ismi Chilli ekan. Xitoy xuddi bo'g'izlanish tayyor qilingan buqadek yulqinib, o'zini qutqizishga harakat qilyotdi. Rizvangul uni qamchilashga boshladi. Sen bana, hey xotin, sen meningki, seni mening qo'limdan hech kim qutqiza olmaydi deding, ha? Meni eg'ilning ichiga yiqitganing esingda bormi u iflos? Unutib qolgan bo'lsang, yodingga sepib qo'yay. Sana ming qatimlab, men sana o'ch, sendan nafratlanaman, mendan hech nimaga erisha olmaysan dedim. Allohning sendan va mendan kuchli ekanligini ta'kidladim. Sen mal'un qovonchilik, meni yalang'ochlab, askarlaringni boshlab kelding. Mas alas cheriklaringga qo'li bog'loqliq bechora bir ayolning yalang'och holini tomosha qildirding. Shu chaqda yomg'ir yig'ayotgan osmonga qarab yig'lab turib, chin ixlosim bilan Allohga duo qildim. Sen bo'lsang meni mazoq qilib, Allohing anglayolmaydi, chunki u yo'q. Bu yerda bor mana men Chinli dedim. Hozir nerdasan, ha? Qara, atrofingdagi har tarafdan kelgan azimatlarga qara. Sening mag'lubiyatingni isbotlab turgan bayroqqa qara. Endi Allohni tunigansan, Chinli. Gap qila. Hozir ajab sajda qilib ketibsan. Yerni suyib turib, o'zing inkor qilgan Allohga yelinib ketyapsana? Sening nering erkak? Qo'rqinchoq pasanda. Sen pastkesh abloq, mening dilimga qattiq azor berding. Tenimni bulg'uding.
Mening dinimda bir ayolning ipitini oyoq osti qilishining jazosi o'lim. Xo'ja Niyaz hoji hayajonlangan kishilar to'piga qarab, Bu ayolning aqli joyidimi? dedi. Bir Qashqarlik odam, Bütün Kashgar xalqi bu ayolning hikoyasini biladi. dedi. Xo'ja Niyaz hoji, Uzun mezgil qiyin qistoqlarga duch kelgani aniq. dedi. Rizvangulning oilasi obro'li, dindor oilalardan edi. deb tushuntirdi Qashqarlik. Bilinib turdi. Bu Chili degan mal'un ko'ngil xo'sh uchun asirga tushganlardan ifatli qizlarni tanlayapti. Bu Moskvada tarbiyalangan bir kommunist. Nurg'un cho'ng ulamo va dindor kishilarni o'ldirdi. Xo'ja Niyaz hoji Xitoy soqchining oldiga kelib, Nimalarni qildim? deb so'radi. Xitoy arg'in ko'zlari bilan uning qarab, G'oliblarning qonunini ijro qildim. G'oliblarning qonuni nima ekan? Xitoy javob bermagandan keyin yondirib so'radi. Ippatli qizlarni oyoq osti qilishmi? Uni o'zim uchun yaxshi ko'rdim va xohladim. Mushuning uchun urush qilg'ili keldingmi? Men ular buyurganini qildim. Mas'uliyat qo'mondonlarda. Xo'ja Niyaz hoji odamlar to'piga qarab, Qaranglar, xaloyiq, bizdan uning tasmasini yetlab kelganlarni so'roqqa tortishimizni talab qilyapti. dedi. Ondan Xitoyga burilib, Allohning oldida yolg'iz so'roqqa tortilamiz chilli. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanaha keladi. Bu oyatni anglab boqqanmiding? Albatta yo'q. Biz seni boshliqlaringning qilmishlari uchun emas, sening jinoyatlaring uchun javobgarlik tortamiz. Chilli yerga yiqilib varqirashga boshladi. Mening o'ligim yo'q. Bu shansi. Rizvangul qaqahlab kulib ketdi va Xo'ja Niyaz hojiga qarab, Janob rais, uning qo'lida o'lgan qarindoshlarimiz uningdan marhamat tilgan edi. Bir oqshimi yigitlardan birining xuddi mushuningdek mening o'lgim yo'q deb varqirganligini oldim. Lekin Chinli qattiq tashriklik qilgan edi. Chilli qarab gapini davom qildi. İnkar qila olamsan? Nihoyat tashriklik qilgan eding. So'g'uq qonliq bilan tapanjani chiqarib, orqa-orqadan bir necha pay o'q etayotgan eding. Ondan Rizvangul atrofdagi kishilarni aylanib turib, hasratlik, ammo kuchli ovozda so'zlashga boshladi. Uning bechora qurbonlari ingraydi, ah uratdi. Ko'zlaridan hayotga bo'lgan talpinish chaqnab turadi. Bu Chenli degan itning kuchki issiq chayini ichib, tamokisini purqurtib chekib, paltosiga ching yo'ginib tomosha qilib kulib o'ltiradi. Ondan meni zo'rlab quchqiga o'ltirg'izib olib, yuzimni qalamtarash bilan tilatdi. Tasavvur qilib beqinglar. Ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Qaranglar, yuzimdagi yara izlari tex yo'qligini yo'q. Bu ablah yuzimdan oqqan qonlarni yalab, gulqaqalar ichilib ketdi. Ondan "Menga adolat lozim" deb qattiq vaqirdi. Atrofni sukut bosdi. Hammaylar bu ko'zlari yoshga to'lgan, jiddiylashgan ayolga va daraxtga bog'langan mag'lub soqchi amaldoriga qarshi qolgan edi. Tuyuqsiz 60 yoshlardagi bir odam satlarni yerib o'tib maydonga etildi. Qo'lida bir eski qilich ko'tarib olgan edi. Xitoy amaldorining kallasini shundoq chaqqonlik bilan uzib tashladiki, nima ish bo'lganini anqira olmay qoldik. Bovayning "Men bu qizning dadasi" deyishi bilan atrof o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Rizvangul dadasini chin quchoqladi. Xo'ja Niyaz hoji odamlarni tarqalishga buyruq qildi. Qashg'ar va boshqa shaharlarda janglar qizib ketgan bo'lib, qo'zg'olonchilar xoin va ishg'olchilardan ozod bo'lgan rayonlarni radga silib mevatdi. Har bir yurtning o'llarcha echinish hikoyasi bor edi. Xo'ja Niyaz hoji o'z-o'ziga "Men uning dadasi" degan gapni takrorlab turardi. O'zini u ayolning ikkinchi dadasiday his qiladi va jamoatga dahshatli azob duchor bo'lgan Turkistonning o'z sharaf va ar-nomusini qo'g'daydigan, badani va qalbidagi yaralarning intiqomini oladigan solih musulmon dadalarga va sharafli avlodlarga har zamon muhtoj ekanligini ta'kidlaydi. Esimga Juvaynimak cho'lpon kelib qoldi. Kashki umr Rizvanguldek bo'lgan bo'lsa. Nereden xayolim keldi bu cho'lpon? Ya uning dadasi bo'lmasam? Bu jafoliq kunlarimiz uchun bir yutum o'g'idan boshqa narsa emas u. Güzel bağ bostanlarda barmoqlarni qantadigan yantoqlar cho'qin bo'ladi.
Güllerning orasida zərli ayollar yoshirinadi. Cho'lponning ashu pastkash chillidan farqi yo'q. Bizning jamiz chilli va uning qo'shiniga shundaqla cho'lponga o'xshash bo'g'iliq tikanlarga qarshi bo'lish kerak. Her tarafda tinch hukm surishga boshladi. Kashg'arda yangi jumhuriyat e'lon qilindi. Xo'janiyaz Hoji Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisligiga saylandi. Qurilgan hukumatning bosh vakilligi bo'lsa, Qohiragacha berib ilm tahsil qilib kelgan Sabit Damullam ismli salih bir kishi saylandi. Sabit Damullam Millat Majlisi va ministrliklarni tashkilladi. Vatanimiz asosan ozod bo'ldi. Az kundan keyin Urumchini muhosiraga elish uchun yo'lga chiqdik. Urumchi atalmış Xitoy raisining turar joyi va oxirgi qo'rg'on edi. Men bo'lsam qo'shinni to'plash va buyruqlarni yetkazish uchun Qumulga vazifaga yo'llandim. Zafar bilan Qumulga qaytolganim uchun xushal edim. Bir askarning o'z yurtiga zafar quchib kelishi nima degan sharaf-a? U endi beshini tik tutmadi. Kishilarga mehr-shafqat bilan nazar tashlaydi va o'zi bilan xalqini bir kishilikning bog'lab turganligini his qiladi. Bu endi xalqning to'miridagi bir tomchi qonga, ularning ruhi va umidining bir parchasiga, baxti va qayg'usining bir qismiga aylangan bo'ladi. Ulug' zafar xuddi buyuk baxtsizlik o'xshashla qalblarni birlashtiradi, barliq umidlarni bir xumdonga tog'laydi. Zafar bilan qaytgan chavandoz ko'chalarda faxrlangan holda ma'alaydi. Derizlardan ko'ringan xush tabassumli go'zal chiroylarga, oftobda kuyib ketgan bolalarga, uyoq-buyoqqa xotirjamlik va saodat ichida berib kelib turgan kasb dehqonlarga nazar tashlaydi. Shu chaqda u chavandoz o'zining sipillarini muhosiraga elib, to'p o'qlarini etib, yurtlarni Xitoyning paskin oyoqlaridan erg'dash orqali zimmisdagi mas'uliyatlarni ozroq bo'lsin ado qilganligini his qiladi. Mana men safar quchgan chavandozman. Nima degan go'zal tuyg'u-a? Yangi paydo bo'lgan faylasuflarning, ya'ni marksizmchilarning mag'lubiyatini, ularning mantiqlarining yo'qotilib darhol Allohni aslashga boshlaganlarini ko'rsam, qalbim shodlik quchimidi. Men ularning yolg'ondan shunday qilib qo'ymaganliklariga ishonaman. Ko'zlardagi parda ko'tarilib, tabiiy holda azaliy bo'lgan, soxtalik mavjud bo'lgan Allohga qaytdi. Yangi harbiy ayg'im bilan ko'chalarda aylanib yuratdim. Keynimdan chaqirgan ovoz anglandi. Yana qaytib kelsan mana Mustafa. Desem demesem onu izlep geldin akşam. Keynimga burildim. Mansur dorug' turardi. Uning o'ng biligi va besh tangalik edi. Tas qapdima sen tanimag'ile, dedim chaqchaq qilib. Quchoqlashdik. Mansur dorug'a so'zlashga boshladi. Shifoxonada bir mezgil yatdim. Biligimdan 2-3 paydak o'q chiqarilibdi. Sonini men aniq bilmadim. O'ng biligimning vaqtda falash bo'lib qolganligini aytishdi. Buning qirayati chog'liq. Perişanlık içinde beşini egip devam kıldı. Bek köp azimatlar şehit bulup gitti. Ölümden nefretlenmegan boldum. İnsanı öldürüşü bek içine çıkışken. Bunca hamakatlikler nima uchun? Unutishga tirishman. Va yana müremni silkib qo'yib, Qur'onni qurmag'anaman. Xitoylar yoki o'rislar to'plangan tarafga qaratib, top o'qlari yog'dirishga boshlayman. Ularni o'ldirgim yo'q. Faqat ularning bizni o'ldirishdan to'xtashini, Qur'onlarning ovozini o'chirishni umid qilaman. Echinishlik bo'lgani, ularning o'zlari jimiqmay turib, Qur'onlari jimiqmaydi. Mana buning o'zi ofat. Ularning Qur'onlarining sarg'inlikdan to'xtashi uchun o'zlari o'lishi kerak. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaydi. Kulayli bir oz. Buncha qonliq jonlar orasida uni unutib olmadingmi? Hayronlik bilan so'radim. Kimni? Cho'ponnichu. Men uning dadisi. Bu gapni anglab Mansur qaqaqlab kulib ketdi. Sen uning dadisi degan. Tashlandiq saroy tarafga ko'z tashlab qo'yib, mundaq dedim. Kashg'arda bir qari odamning mushnaq deganini angladim. Men uning dadisi. Raisimiz Xo'janiyaz Hojining men uning dadisi deganini angladim. Do'stim Mansur Dorg'a, shuni bilib qo'yganki, vatanimizning doim men uning dadisi deb turadigan kishilarga qattiq ehtiyoji bor. Mansur Dorg'a mo'rangga qo'yib qo'yib, "Urush sening nervlaringni charchitib o'tibdi, odosh", dedi. Balkim, dedim afsuslangan holda. Urumchiga bordinglarmi? Qo'rshab qoldik. Urush tugashga oz qoldi. Meningcha bo'lsa, bizning aziyatlarimiz tek tugamaydi. Dedi Mansur Dorg'a kulib qo'yib. Biz hozir ikki orada qisilib qoldik.
Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Bir tarafda Xitoy kofirlari, yana bir tarafda Rus kommunistlari. İkkalisining ko'zi bizda. İkkalisi dinimizni yo'q qilish ko'yida. Chunki dinimizni yo'q qilsa, bizning qutulgan bo'ladi. Ularning atalmış faylasuflarning shunday deyishganlarini angladim. Ular ishg'ol qilishgan ba'zi shaharlarning qochgan chog'da yo'q qilib o'tishga ulgurmagan maxfiy hujjatlarni o'qidim. Ularda mushunday mazmunlar bor ekan. Menda bunday materiallarning xil bor. Ularni xo'jina zojiga opiraman. Bu rostda yangicha ahli sinf urushi ekan. Cho'lpon zolimlarning qanoti ostida qochib ketdi. Dedi Mansur tuyuqsiz qo'rqinchilab. Sen qanday bilasan? Uni o'zining qilib olgan amaldor eng burun qochganlardan. Bunun bilan Rizvangulning orasida osmon simin farq bor. Davetdim ixtiyorsiz. Cho'lponning butun umri to'p-tuproq. Dedi Mansur kulib. Hatto laylatqa, sen uni meningchilik bilmaysan. Sana tunji qitim Cho'lpon haqida ozroq so'zlab beray, qadrli do'stim. Uning ondan ortiq oshiqi bor edi. Ot paqardan tortib padichi bo'lgacha, navbat tutgan askardan uningga zibu zinnatlari sovg'a qilgan xeyri boygacha. Sen bek sadda, axloq ekansan Mustafa. Qayg'urma. Men sana qat'iy o'xshamayman. Bu qora kunlar menga bir xil kishidan boshqaga ishonmaslikni o'rgatdi. Qo'liga qurol elib, o'lgicha jang qilgan odamga ishlaman. Hozirgi davr fitna fasodga to'lgan ozg'un bir davr. Bu davrda yashashning o'zi bitalaylik. Cho'lpon Urumchiga ketdi. Ishonkinki, agar Urumchiga kirishga muvaffaq bo'larsak, sizning oldinga yig'lab yordam tilab keladi. Hammaylarga ziyonkashlikka uchragan iffatlik ayol bo'lib ko'rinadi. Kishilar uning ko'z yoshlariga ishonishadi. Sizning o'xshashlar qalbim erib ketadi. Xaylarga o'lim, dedim zarda bilan tapanchamni silab qo'ygach. Mansur mo'risini qiqib kulib qo'yib, qilolmaysan, shunday qilishimiz zo'r deb qaramsan? Vatanimizni o'g'illik tikanlardan, parazit o'tlardan irg'ilishimiz lozim. Tikanlarni Alloh yaratgan, parazit o'tlari har doim bor. Har rost, men bir tog'liq ayol bilan o'ylandim. Jang urush haqida jiq bir narsa bilmaydi. Ha, senchu? Bir ikki kun qumulda bo'laman. Bundan keyin Urumchiga qaytaman. Men sizlarga 2 haftalardan keyin qo'shila olayman. Mansur bilan xo'shlashib, qo'lining ko'chalarida nishonsiz aylanishga boshladim.